Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 34-mavzusi Amir Temurning jahon tarixida tutgan o'rni mavzusi bilan tanishamiz. Amir Temur 35 yil davomida mamlakatni boshqardi. Hindiston va Xitoydan Qora dengizga qadar, Orol dengizidan Fors qo'ltig'iga qadar bo'lgan ulkan hududni o'z nazoratida ushladi. Bu Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Quyi Volga, Don bo'ylari, Balxash ko'li, Ilisuv daryosi, Shimoliy Hindistongacha bo'lgan mamlakatni o'zida qamrab olgan edi. Amir Temur hukmronligi davrida Moron-Nahar va Turkistonni obod qilib qolmadi. U bo'ysundirilgan hududlardagi Bag'dod, Darband, Baylakon kabi shaharlarni ham qayta qurdirtirdi. Bundan tashqari Eron, Ozarbayjon, Iroqdagi tarqoqliklar va bosh-boshliqlarga zarba berdi va mamlakatlardagi iqtisodiy madaniy taraqqiyotga hal qiluvchi tinchlikni o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari Amir Temur Yevropaning Fransiya, Angliya, Kastiliya, bu Ispaniya davlati, shu davlatlar bilan ham savdo, iqtisodiy, diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yganligini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur sohibi jahon, sohibi adil yoki adolat sohibi degan nomlar bilan ulug'langan. 1996-yilda Xalqaro UNESCO tashkilotining homiyligi va tashabbusi bilan Toshkent, Samarqand va bir qancha xorijiy mamlakatlarda Amir Temur tavalludining 660 yilligi keng miqyosda nishonlangan. 1402-yilda Bolqon yarimorol yaqinida bo'lgan jangdan so'ng Boyazid Yildirim mag'lubiyati uchatildi. Shundan so'ng Amir Temur Yevropada xaloskor degan nomni oldi. Hattoki o'sha vaqtlarda Fransiyada Amir Temurga oltindan haykal qo'yilganligi ham bejizga emas. Amir Temur davlatchiligi, Amir Temurning shaxsiy tarixi, shaxsiyat haqida ma'lumotlarga qiziqish Yevropada 16-asrdan boshlandi. Dastlabki tadqiqotlar 1553-yilda Italiyaning Florensiya shahridagi olim Perandino tomonidan skifalik tamirlarning ulug'vorligi asari yozilishi bilan boshlandi. Aynan shu asrda, ya'ni 16-asrda ispan tarixchisi Pero Meksika Buyuk Temur tarixi nomli asarni chop qildi. 1582-yil Sevilyada esa Klavixoning estaliklari chop qilindi. Bilamiz, Klavixo estaliklari boshqa xil nomlar bilan ham chop qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Ingliz dramaturgi Christopher Marlowe Buyuk Temur nomli sahna asarini ham yaratgan. Temur va Temuriylar haqida 33 ta mamlakatda 500 dan ortiq tadqiqotlar amalga oshirilganligi buning yorqin dalilidir. Sho'rolar hukmronligi davrida Amir Temur shaxsiyatga bir yoqlama munosabat ro'y berdi va keyinchalik bu 1968-yilda Ibrohim Mo'minov tomonidan Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan roli va o'rni mavzusida asar yozilganligi keng jamoatchilikni ushbu shaxsni chuqurroq o'rganishga bo'lgan e'tiborni mustahkamladi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan Amir Temurning jahon tarixida tutgan o'rni o'z joyiga qo'yila boshlandi. Buning dastlabkilari Toshkent, Samarqand va Shahrisabzda Amir Temurga haykal o'rnatilganligi bilan ko'rishimiz mumkin. 1995-yilda Xalqaro Amir Temur jamg'armasi tashkil qilindi. 96-yilda Toshkentda Amir Temur xiyobonida Temuriylar davri muzeyi barpo qilindi va Amir Temur ordeni ta'sis etildi. 2017-yil 30-iyunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 4-qurultoyida harbiy ta'lim tarbiya beruvchi kursantlar maktablariga Temurbeklar maktabi nomi berildi. Ushbu takliflar Amir Temurning O'zbekiston, O'rta Osiyo, umuman jahon tarixida tutgan roli va o'rni juda muhimligini ko'rsatadi. 34-mavzu haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. O'zbekiston tarixi majburiy fandan 10 dan 10 yechish imkoniyati aynan bizning ijtimoiy tarmoqlar yoritib oladigan O'zbekiston tarixi darslaridadir.